Gayday ham xato qiladi. Kavkaz asirasi filmida rejissyor e'tiboridan chetda qolgan xatolar bor. 1966-yilda suratga olingan Kavkaz asirasi yoki Shurikning yangi sarguzashtlari filmi Sovet komediyasining tan olingan klassik asaridir. Filmni suratga olgan rejissyor Leonid Gayday tezda unutilayotgan kino ustida ishlayotganiga ishongan edi. Biroq oradan deyarli 60 yil o'tib, Kavkaz asirasi hali hanuz televizorda namoyish etilmoqda. Internetda millionlab ko'rishlar sonini to'plashda davom etmoqda. Taajjublanarli emas. Boshdan oyoq qayta ko'rilgan filmda sinchkov tomoshabinlar birinchi marta ko'rganda e'tibor bermaydigan ko'plab xatoliklarni topishgan. Bunday nomuvofiqlarning eng qiziqarlilarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Gumanitar qiziqishlarga ega texnik Kavkaz asirasi yoki Shurikning yangi sarguzashtlari operatsiyasining davomi ekani uning nomidan ham ko'rinib turibdi. Biroq birinchi filmda Shurik Aleksandr Demyanenko Politexnika institutida tahsil oladi. Ta'tilda esa u tog'larga folklor to'plash uchun boradi. Bunday faoliyat ko'proq filologiya fakulteti talabalariga xos. Ehtimol ssenariy mualliflari fizikni lirika aylantirishda xatoga yo'l qo'ygan bo'lishlari mumkin. To'g'ri, o'tgan asrning 60-yillarida folklorga bo'lgan munosabat o'zgardi. Ilgari Sovet davrining oldingi o'tmishning qoldig'i deb hisoblangan narsalar to'satdan muhim madaniy merosga aylandi. Ammo xalq ijodini to'plash uchun asosan ixtisoslashgan o'quv yurtlarining talabalari borishardi. Odatda ular guruh bo'lib va o'qituvchi bilan birga borishgan. Biroq filmning boshidayoq kadr ortidagi ovoz voqeani Shurikning o'zi hikoya qilganini va uning haqiqiyligiga mualliflar kafolat bermasligini ma'lum qiladi. Bu voqeani bizga Shurik hikoya qildi. Rangi almashib turadigan soch. Shurik sariq, Aleksandr Demyanenko esa qora soch. Albatta soch bo'yash aktyor uchun odatiy ish, ammo film davomida bosh qahramonning sochi sezilarli darajada o'zgarib turadi. Goh to'q sariq, goh och somon rangida ko'rinadi. Ba'zida esa Shurikning sochi kulrang bo'lib qoladi. Bunday chalkashlikning sababi oddiy. Suratga olish ishlari 3 oycha davom etgan va aktyorning sochini bir necha marta bo'yashga to'g'ri kelgan. Bundan tashqari, odatda sahnalar ketma-ketlikda suratga olinmaydi. Iltimos, sekinroq gapirsangiz, yozib olay. Kim bu? Gazetchi bo'lsa kerak. Ha, gazetchi. O'zgarib turadigan oyna. Bosh qahramon tasodifiy tanishi Edik Ruslan Ahmedov boshqaradigan sanitariya furgoni ilk bor film avvalida ko'rsatiladi. Shunda o'ng tomondagi orqa oynaning singani yaqqol ko'rinib turadi. Shurik birinchi raqamli ruhiy kasalxonadan qochganda Edik allaqachon oynani butuniga almashtirgan. Biroq o'rtoq Saxov Vladimir Etushning dala hovlisiga furgon yana o'sha singan oynada keladi. Shubhasiz rekvizit shikastlangan bo'lishi mumkin edi. Tasvirga olish ishlarining ketma-ketligiga rioya qilinmasligi esa oynaning qayta paydo bo'lishiga olib kelgan. G'oyat go'zal. Qani bo'lsa xotinlar tushunamiz. G'oyib bo'ladigan kiyimdagi chiziqlar. Kinodagi eng keng tarqalgan xato kiyimlar bilan bog'liq. Kostyumchilar ko'pincha aktyorning oldingi sahnalarda nima kiyganini unutib qo'yishadi. Nina, Natalya Varli Shurikning ortidan daryoga sakraydigan sahnada u sariq qizil yo'l-yo'l futbolka kiygan. Aynan shu futbolkani u sovuq suvda cho'milgandan so'ng quritish uchun osib qo'yadi. Lagerga esa oq futbolkada qaytib keladi. Ehtimol kiyimlar tog'ning issiq quyoshida rangini yo'qotgandir. Ammo xuddi shu paytda Shurikning kiyimlarida ham chalkashlik yuz beradi. U uyqu qopiga joylashishidan oldin botinkasini yechadi. Suvdan esa poyabzal kiygan holda chiqadi. Ammo xatoni tan olish emas. Qoningiz bilan yuvishingiz kerak. Nima? Nima haqqingiz bor? Nima haqqingiz bor? Tezlikda yeyilgan ovqatlar. Xonada saqlanayotgan Nina ochlik e'lon qiladi. Biroq bundan oldin qornini yaxshilab to'yg'azib oladi. Sulton haqidagi qo'shiq bilan musiqiy nomer boshlanishida Ninaning xonasiga boshida non va mevalar solingan patnis ko'tarib olgan dovdir Yuriy Nikulin kiradi. Bir qarashda patnisda kamida 2 kilogramm oziq-ovqat borga o'xshaydi. Sportchi, komsomol a'zosi va shunchaki ishtahasi zo'r qiz ularni ishtaha bilan yeya boshlaydi. Bir daqiqa o'tgach, qo'shiq oxirida bo'shab qolgan likopchalar qo'yilgan patnisni ko'rish mumkin.
Неплохо очень, совсем без жены. Гораздо лучше с любой стороны. Оу! Sirli xona. Nina qamab qo'yilgan eshik yonida devorda teshikcha glazok bor. Undan Asiraning tog'asi Jabroil Mixail Mikrichan jiyanini kuzatadi. Ammo xonadan olingan kadrda eshikning o'ng tomonida qulqog'oz yopishtirilgan tekis devor ko'rinadi. Aslida bu hayratlanarli emas, chunki Jabroil ko'zchadan qaraganda o'ng tomondagi burchakdagi kravatni ko'radi. Aslida esa to'g'ridan-to'g'ri unga qarashi kerak edi. Xuddi shunday, Nina kalit eshigidan qaraganda eshik qarshisidagi derazaga emas, balki yo'lak bo'ylab qaraydi. Bundan tashqari Saxov Ninaning oldiga shlyapasiz, lekin patnisda bir shisha shampan vinosi bilan kiradi. Chiqishda esa kostyumida qizil dog'lar bo'ladi. Ehtimol raykomxoz mudiriga kimdir shampan o'rniga vino solingan qalbaki shisha sotgan. Biroq boshiga og'ir shampan shishasi bilan urilgan odam uchun Saxov g'alati tarzda tekis yuradi va ravon gapiradi. Shuningdek, Ninaning xonasi eshigining tutqichi chap tomonda joylashganini ham payqash mumkin. Ammo u Saxovga eshikni ochganida tutqich o'ng eshik tabaqasida bo'lib qoladi. Shurik kelishidan avval esa yana avvalgi joyiga qaytadi. Endi prokurordan boshqa hech zot bu uyga kira olmaydi. Kino, madaniyat va shou biznes olamidagi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun Daryo Lifestyle YouTube sahifasiga obuna bo'ling. Keyingi video qaysi film yoki serial haqida bo'lishini xohlaysiz? Izohlarga yozib qoldiring.